1 plus 1 2 deb hisoblaysizmi? Adashasiz. 1 plus 1 3. Tinch oldingizmi? 3 bu. 3. Qo'limda dunyoning 188 ta davlatiga sayohat qilish imkoniyatini beradigan eng kuchli top 7 pasporti turibdi. Xo'sh, bu pasportni viza o'ziga nima aloqasi bor? Bu Kanada pasporti bizning mijozlarimizning farzandiga tegishli. 23-yil bir mijozimizga biz Kanada sayohat vizasini olishda yordam berdik va u kishi 24-yil oilali bo'ldilar. Va o'sha yili biz ayollariga sayohat vizasini olishda yordam berdik bo'sh pasportga. Taqdirning shirin tuhfasi, farzandlari Kanada zaminida dunyoga keldi va Kanada fuqaroligini qo'lga kiritdi. Bizning mijozlarimiz uchun ham, biz uchun ham, Viza o'z jamoasi uchun ham bu kutilmagan bir sovg'a bo'ldi. Biz kutmagandik bu narsani. Juda ham xursandmiz mijozlarimiz uchun. Kanadaga o'qish vizasi yoki sayohat vizasi olish kerak bo'lsa, biz qo'ldan kelgancha yordam beramiz. Viza o'ziga murojaat qiling.